Assalomu alaykum hammaga, kanalga xush kelibsiz. Agarda videolarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Navbatdagi masalamiz ransom note deb nomlanadi. Bizga ikkita string berilgan, ransom note va magazine nomli. Bular faqatgina ingliz alifbosidagi kichik harflardan tashkil topgan. Ransom note va magazinening uzunligi o'sha eng uzunligida 5-siga teng bo'lishi mumkin. Mana bu yerda yozib qo'ygan o'sha ingliz alifbosidagi o'sha kichik harflar bilan deb. Biz qiladigan vazifamiz nimadan iborat? Ransom notedagi va magazindagi harflarni bir-biriga solishtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu solishtirishimiz davomida nimalar bizga shartlarimizga mos tushishi kerak bo'ladi. Ransom notedagi bitta harf albatta magazinda bir marta uchragan bo'lishi kerak. Ya'ni bu qanday ma'noda? Misol uchun ransom noteda bitta a bo'ladigan bo'lsa, magazinda ham bitta a bo'lishi kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam agarda ransom noteda ikkita a bo'ladigan bo'lsa, magazinda faqatgina bitta a bo'ladigan bo'lsa, bu false bo'ladi. Ya'ni shartimizga mos tushmaydi va false ni qaytarib yuboramiz. Yoki agarda mana bu misolda ko'rishimiz mumkin, ransom noteda bittagina a bo'ldi, magazinda bitta b bo'ldi. Bu holatda ham mos tushmaydi va false ni qaytarib yuboramiz. Keyingi holatni ko'ramiz. Ransom noteda bizda ikkita bor, ikkita a bor va magazinda bitta a bor va bitta b bor. Demak, a 2 marta uchrayapti birinchisida, ikkinchisida magazinda a 1 marta, b 1 marta uchrayapti. Birinchi solishtirishimizni o'zida, ya'ni a faqatgina 1 marta uchragan, u 2 marta uchrashi kerak edi. Shuning hisobiga bu bizga false ni beradi. Keyingi misolimizni ko'rib chiqamiz. Bizda ikkita a bor, ya'ni a 2 deb olamiz. Bunda ham a 2 ta kelgan va b 1 marta kelgan. Ransom notni o'zida faqatgina a bo'lgani uchun a ni o'zini solishtirib qo'ysak kifoya. Bizda ikkalasida ham ikkitadan a bor. Shuning hisobiga biz true ni qaytarib yuboramiz. B ni o'zini ko'rib o'tirishimiz shart emas. Bu masalamizni ishlash uchun bizga ikkita map kerak bo'ladi. Map 1 va map 2. Bunga biz birinchi mapda mana bu birinchi, ya'ni ransom notedagi harflarni necha marta qatnashganini saqlab ketishimiz uchun, ikkinchi map esa ikkinchi stringimiz, ya'ni magazin uchun kerak bo'ladi. Demak, sanab ketishni boshlaymiz. Birinchi element b ni key sifatida olamiz. U ya'ni 1 marta uchradi. Keyingisiga o'tamiz. A ham 1 marta, n 1 marta uchradi, a 1 marta uchradi. Uni keyingisiga yozishimiz shart emas. Undan oldin yozganmiz. Shuning hisobiga uni 1 marta yana yoniga qo'shib qo'yamiz. Keyingisi n bo'ldi. N ham 2 marta uchradi. Eng oxirida a 3 marta uchradi. A ni o'ziga qo'shib qo'yamiz. Bunda ham xuddi shunday. B 1 marta, A 3 marta uchradi, N 2 marta uchradi, faqatgina R 1 marta uchradi. E'tibor beramiz, R mana bu yerda mavjud emas. Endi navbatdagi qiladigan vazifamiz M da qatnashgan bir xil turdagi harf xuddi o'sha marta eng kamida M2 da ham, magazinda ham uchragan bo'lishi kerak. Misol uchun A M1 da 3 marta uchragan bo'lsa, ya'ni ransom noteda 3 marta uchragan bo'lsa, eng kamida ya'ni 3 marta yoki undan ko'p marta, yoki misol uchun 4 yoki 5 marta uchragan bo'lishi kerak. Eng muhim joyi eng kamida 3 marta uchragan bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha bitta A ga, ya'ni 3 ta A bo'ladigan bo'lsa, uning nariginda ham, ya'ni magazinda ham 3 ta sherigi bo'lishi kerak. Ya'ni har biri uchun bittadan bog'lam bo'lishi kerak. Mana shuni biz tekshirib olishimiz kerak. Bu yerda birma-bir tekshirib ketishni boshlaymiz. Agarda shartimizga mos tushmaydigan bo'lsa, false ni qaytarib yuboramiz. Shartimizga mos tushmaydi degani bu harf, ya'ni M dagi harf
M2 da mavjud emas yoki mavjud bo'lsa ham uning soni undan kam. Agarda teng yoki ko'p bo'ladigan bo'lsa, shartimizga mos tushadi va true holatda davom etib keyingina tekshirishimiz mumkin. B ni tekshiramiz. B demak mavjud ekan. Endi uning sonini, ya'ni necha marta qatnashganini tekshiramiz. Ikkalasida ham bir marta. A ni tekshiramiz. A qatnashgan ekan. Endi uning necha marta qatnashganligi 3 marta qatnashgan ekan. Endi N ham 2 marta. Ya'ni N ham qatnashdi. Uning soni ham 2 marta qatnashgan. Mana bu yerda bizda R yo'q. Shuning uchun R ni tekshirib o'tirishimiz shart emas va funksiyamizdan true ni qaytarib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Endi bo'lsa keyingi shartimizga o'tamiz. Bu yerda P bir marta qatnashibdi, Y bir marta, T ham bir marta, xo'p, H bir marta, O va N lar ham bir martadan qatnashgan. Bizda T bir marta qatnashdi kengisida. Ya'ni magazinga o'tdik. Y ham bir marta, P ham bir marta bor. H bor. O ham bor, N ham bor. Bundan tashqari eng oxirida bizda H bor. H ni tashqariga chiqib ketib qoldi. Buni tekshirib o'tirishimiz shart emas. Ya'ni ikkalasida ham harflar bir xil qatnashgan va ularning sonlari ham bir xilligi hisobiga bu ham funksiyamizdan true ni qaytarib yuboramiz. Keyingi misolimizda G 2 marta qatnashdi. O ham 2 marta. E bo'lsa 1 marta qatnashdi. Endi magazin tekshirganimizda G 2 marta, O 1 marta, L 1 marta va E 1 marta. Mana bu yerda L bor edi, u ham 1 marta edi. G 2 marta mos tushadi. Endi mana bu yerda O qatnashyapti, lekin bu yerda eng kamida 2 marta bo'lishi, shuning hisobiga false qaytaradi, chunki M2 da, ya'ni magazinda O 1 marta qatnashgan va shartimizga mos tushmaydi va funksiyadan false ni qaytarib yuboramiz. Endi bo'lsa kod formatini ko'rib chiqamiz. Bu juda ham oddiy. Bitta M1 degan map ochib olamiz va bitta M2 degan map ochib olamiz. Bu o'sha RAMdagi ya'ni ransom noddagi harflar va ularning sonini hisoblash uchun, M2 esa magazinsdagi harflar va ularning sonini hisoblash uchun kerak bo'ladi. Bitta for loop orqali RAM ni aylanib chiqamiz va M1 ni W-chisiga mana bunday qilib qo'shib qo'yamiz. Bu yerda M1 get qilganda, ya'ni o'sha V ni berib yuborganda o'sha nechta sonligini olib kelib beradi. Agarda son bo'lmaydigan bo'lsa error qaytaradi. Error qaytarmasligini oldini olish uchun 0 ni berib yuboradi va unga 1 ni qo'shib qo'yadi. Agarda son bo'ladigan bo'lsa sonni o'zi keladi-da. Misol uchun bitta son bor, ya'ni A degan harf bor, unga chaqirib beradi. Ikkinchi marta uchraganda shunchaki 1 ni qo'shib qo'yadi. Magazin uchun ham xuddi shunday tartibda qo'shib olamiz. M2.get W qilib 0 ni beramiz yoki oxirida +1 ni qo'shib qo'yamiz. Endi bo'lsa tekshiramiz. Key va value sifatida for loop ga berib yuboramiz va M1 ni ichidagi elementlarni tekshirib olishimiz mumkin. Bu mana shu tartibda bo'ladi. Items ni berib yuborsak, o'sha key va value larga access beradi. Agar tekshiramiz agarda M1 dagi qaysidir harf M2 da bo'lmaydigan bo'lsa, false ni qaytarib yuboramiz yoki yana bir holat uchun tekshiramiz. Agarda o'sha harf M da bo'lsa va M2 da bo'lsa, ya'ni va uning valuesi hozirgi mana bundagi value dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, misol uchun M2 da bitta A harfi bor yoki bo'lmasa M1 da bitta ikkita A harfi bor, M2 da bo'lsa unda ham mavjud, faqatgina u 1 marta uchragan. Shu holatda false ni qaytarib yuborishimiz mumkin. Barcha holatlar uchun ishlasa, bu degani true ni qaytarib yuborishimiz mumkin degani. Ko'rishingiz mumkin, 53% foydalanuvchilarning tez ishladi, 23 millisekundda. Bu anchagina yaxshi yechim hisoblanadi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.